ishlar bo'yicha qo'mita, O'zbekiston musulmonlar idorasi hamda UzReport TV taqdim etadi. Ezgulik, yaxshilik, xayr, saxovat va ibodat oyi Ramazon. Bu oy barcha musulmonlar uchun ma'naviy poklanish va asrlar davomida shakllangan qadriyatlarimizga intilish oyidir. Xush kelding, oylarning sultoni. Ramazonning duolar mustajob bo'ladigan saharlik va iftorlik onlarida muborak oy suhbatlari ko'rsatuvi. Har kuni ma'rifiy suhbatlar va ilmiy savol-javoblardan bahra oling. Assalomu alaykum azizlar, muhtaram tomoshabinlar. Loyihamizning navbatdagi sonida, Ramazon oyining navbatdagi kunida siz bilan ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Muborak oy suhbatlari loyihasining bu galgi sonini e'tiboringizga havola etayotganimiz uchun Robbimizga shukr aytamiz. Bugun ko'rsatuvimizning aziz mehmoni poytaxtimizdagi Imom At-Termiziy jome masjidining bosh imom xatibi Yahyo domla Abdurahmonovlar. Assalomu alaykum domla. Alaykum assalom. Xush kelibsiz. Xush ko'rdik. Yana bir bora Ramazon sizga muborak bo'lsin. Rahmat. Jamiyatimiz, dinimiz, xalqimiz uchun, manfaat uchun qilayotgan xizmatlaringizni Alloh o'zi ajrini bersin. Amin etganingizga. Bugun ham bir chiroyli mavzuda suhbatni amalga oshirsak, o'ylaymizki, ko'p uchun foydali bo'ladi. Bundan bir necha yil, taxminan 2 yil avval o'sha Italiyada o'tkazilgan bitta katta ko'rgazmada bizni xalqimizga, bizni millatimizga xos bo'lgan bir unikal loyiha, mahalla loyihasi taqdim etilgan va ularga juda ham manzur bo'lgandi o'sha chet elliklarga. Va o'ylab qolgandim-da o'shanda bizdagi mana shu nima deymiz, o'ziga xos tizim, mahalla tizimi faqat bizdagina bo'lsa kerak, boshqa yo'lida bo'lmasa kerak deb o'ylagandim, lekin boshqa mamlakatlarda ham bor ekan, lekin bizchalik qanaqa rivojlanmagan. Shundan kelib chiqib, endi dinimiz barcha jabhalarda faol bo'lishni targ'ib qilar ekan, mavzuyimizni shu mahalla va muruvvat, hamjihatlik maskani deb umumiy nomladik va mahalla haqida bugun suhbatlashsak, agar rozi bo'lsangiz. Mahallani jamiyatimiz faoliyatidagi o'rni, umuman dinimizdagi o'rni haqida boshida qisqacha suhbat qilib. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah va ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mahalla deganda avvalambor insonni o'sha kindik qoni to'kilgan, yashayotgan, nafas olayotgan bir zamina ko'z oldiga keladi. Bu har qanday inson uchun qadrli bir tushuncha, qadrli bir maskan. Agar qalbida vijdoni yoki insofi bor inson bo'lsa, hargiz mahallasiga yomonlik tilamaydi va yomonlik qilmaydi. Chunki hech bir inson axlatni ko'chadan olib kelib uyiga tashamaydi-ku. Mahalla ham uyda. Deylik, har bir inson mahallasiga yaxshilik qilishlikni, obod qilishlikni harakat qiladi. Birgina misol, biz endi mahallalar bilan ishlaganimiz uchun ba'zi shunaqa bir holatlarga ro'bara bo'lamiz. Chet elda yashayotgan, o'zi shu Toshkentda yoki O'zbekistonda tug'ilgan fuqarolarimiz chet elda yashab qolgan yoki yashayotgan, ishlayotgan bo'lsa ham yaxshilikni avvalo mahallasiga qiladi. Qo'ng'iroq qiladi, deylik raisga yoki o'sha mahalladagi faollarga yoki domlalarga, shu bir xayriya qilmoqchiman, shuni mahallamga qilmoqchiman. Savol, nima uchun degan savol tug'iladi. Chunki uni o'zini yurtiga, mahallasiga, qo'ni-qo'shnisiga muhabbati bor. Bu qadriyat asli islomiy qadriyat hisoblanadi. Biz bobolarimiz ham, buvilarimiz ham xuddi shunday bo'lgan. Deylik, biror bir ko'chadagi insonni bemorga yordam bermoqchi bo'lsa, avvalo mahallamizdan qidiraylik deydi. Agar xudo ko'rsatmasin bir insonni uyi yonib ketsa, mahalladagilar hamma birlashadi. Nima uchun? Bu bizning mentalitetimizda bor narsa. Bizning qadriyatimizda bor narsa. Dinimizda ko'rsatilgan narsa. Hatto mana qurbonlik oylarida misol qilib aytaman, Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayotgan fuqarolarimiz yoki Rossiyada ishlayotgan yoki boshqa davlatlarda, Yevropa davlatlarida, Osiyo davlatlarida yashayotgan xalqimiz qurbonliklarni O'zbekistonda qilishadi. Ba'zilari kelib, ba'zilari kelmasa ham iltimos qilib, shu bir qo'y so'ymoqchiman, mol so'ymoqchiman. Nega degan savol tug'iladi. Chunki shu yaxshiligim millatimga bo'lsin, xalqimga bo'lsin, ko'chamga bo'lsin, mahallamga bo'lsin degan narsa. Bu an'ana davom etishi kerak. Bu an'ana yuqorida aytganingizdek Italiyada yo'q. Fransiyada yo'q. Biz masalan
xizmat safarlari bilan davlatlarga chiqyapmiz. To'g'ri, mahalla tushunchasi bo'lishi mumkin, lekin mana bu darajadagisini biz ko'ra olmaymiz. Bu faqat o'zbek musulmon millatiga xos bo'lgan bir ish. Shuning uchun biz bugun farzandlarni tarbiya qilayotganda mana shu oqibatni ham ularni tarbiyasiga kiritib qo'yishimiz kerakki, zero o'sha yurtiga, mahallasiga, qo'ni-qo'shniga muhabbatli bo'lsin. Din shuni o'rgatadi. Dinimizda endi mahalla deganda baribir qo'ni-qo'shnichilik, hozir aytganingizdek shu munosabatlari ko'z oldimizga keladi. Dinimizda qo'shnichilik munosabatlariga alohida e'tibor berilgan. Masalan, shu hadislarni ham bilamiz-ku, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir hadislari bor edi-yu, qo'shniga yaxshilik qilish haqida shu qadar ko'p Jibril menga xabar olib keldiki, o'sha meros ham ajratilishi mumkinmikan deb o'ylab qoldim deb. Shu ma'noda so'ramoqchimanki, shu qo'shnichilik munosabatlarini rivojlantirish, yaxshilashda mahallani tutgan o'rni haqida ham. Albatta bunda o'sha mahallaning nuroniylari, yoshi ulug' insonlari, bizni xalqimiz tilida aytganda hajga borgan hoji dodalarimiz, mana bugun ularni mahallada faol bo'lishlikka targ'ib qilinyapti. Bularning katta roli bor. Baribir xolimizmi, xolamaymizmi bu qo'shnichilik deganda o'sha qadriyatimizga, dinimizga bog'liqlik joyi bor. 40 ga yaqin hadislar qo'shnichilik haq-huquqidagi hadislar kelgan. Birgina misol jiddiyligi uchun mana o'zingiz zikr qilgan hadis, hatto meros olarmikan? Meros kim oladi o'zi? Marhumning eng yaqini oladi. Demak, qo'shni ham meros oladigan bo'lsa, u qo'shni ham unga eng yaqin degan tushuncha bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan bir qancha qo'shnichilik haq-huquq to'g'risida hadislar rivoyat qilingan. Birgina misol, payg'ambarimiz aytdilarki, kimda kim qorni to'q holatda tong ottirsa-yu, qo'shni och holatda tong ottirsa, iymoni mukammal bo'lmaydi dedilar. Shu hadisda qo'shni musulmon bo'lsin degan shart yo'q. Nima uchun bizni o'zbek namuna? O'zbek ko'p millatlik davlat, xalq. Qo'shningiz musulmon bo'ladimi, g'ayri musulmon bo'ladimi, siz unga yaxshilik qilishingiz kerak. Buni din o'rgatadi bizga. Bu g'ayridan ekan u, nasroniy ekan u yoki boshqa ekan u demaydi. Qo'shnichilik bor. Din alohida masala, lekin insoniylikdan kelib chiqib, o'shaning uchun bizning mahallalarda tinchlik bor. Shuning uchun bizda boshqa millatlar ham o'zini davlatida yashayotganda yasha oladi. Bu birinchi masala. Ikkinchidan Oysha onamiz bir kun aytdilar: "Ya Rasululloh, men qo'shinlarim bor, bilasiz. Shu hadya qilmoqchiman, lekin hammasiga qila olmayman. Bittasi yaqin, bittasi uzoq turadi. Qaysi biriga qilay degandilar? Eng yaqiniga qil dedilar. Chunki u yaqin sizni issiq sog'ingizdan xabar oladi. Xursand bo'lsangiz birinchi chiqadi, boshingizga musibat kelsa ham birinchi chiqadigan inson kim? Uzoqdagi qarindoshdan ko'ra yaqindagi qo'shningiz. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam senga yaqinroq bo'lgan eshikka hadya qilgan dedilar. Chunki sen bir-biringga yordam berasan, bir-biringni og'irligini, yengilingga xabar olasan ma'nosida. Abu Zar al-G'ifori radhiyallohu anhu bir kun taom qilayotgandilar, sho'rva taom qilayotgandilar. "Ey Abu Zar, suvni sal ko'proq qo'sh, ovqatni ko'proq qil, qo'shnilaringga ham berasan." Mana shu bizning xalqimizda qo'shnilarga taom tarqatish, ayniqsa mana Arafa kunlarida, hayit kunlarida oshlar pishirib, shirinliklar, bo'g'irsoqlar pishirib chiqarish bu qatdan kelib chiqqan? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 14 asr oldin aytgan gaplar. Nima foyda? Millat, xalq, musulmonlar tinch yashashi uchun. Agar qo'shningiz bilan yaxshi bo'lsangiz, muammo yo'q. Agar qo'shningiz yomon bo'lsa, o'tganda ketganda sizni qalbingizda og'riq paydo bo'ladi. Shu bilan ko'rishmasam, ko'rishsam nima bo'ladi? To'g'rimi? Fiqh kitoblarimizda hatto uyini sotayotgan inson birinchi qo'shnilar roziligini olsin degan. Agar qo'shni o'zi olaman desa olsin, bo'lmasa boshqaga sotsin. Hatto shunday masalalar borki, sotib qo'ygan bo'lsa ham qo'shni buzishga haqqi bor degan joylari bor. Ko'ryapsizmi? Bu yerda nima degani? Qo'shnichilikda shunchalik haq-huquq bor. E'tibor bor. Shuning uchun bizning xalqimizda mahallalarda 40 tagacha qo'shnimda uradi. Masalan bir joy bular kimsa qo'shnim, u bir 30 uy narida turadi, ikkita ko'cha narida turadi, lekin qo'shnim deydi. Mahallam demaydi, qo'shnim deydi. Bu bizning xalqqa xos bo'lgan bir odat. Bu narsa albatta yuqorida aytganimizdek oyatlardan, hadislardan kelib chiqqan holat. Endi hozir siz ham tilga olib o'tdingiz. Mana shu mahalla o'zi shunaqa bir unikal bir jamiyatki, unda turli millat vakillari jamlanadi. O'z-o'zidan shu tolerantlik deymiz, bag'rikenglik, shu tushuncha kun tartibiga chiqadi mahallada. Ko'p misollar bor shariatimizda mana shu millatidan, dinidan qat'iy nazar yaxshi muomala qilinishi kerak bo'lgan qo'shnilar haqida. Payg'ambar alayhissalomdan ham bir hayotlarida bo'lgan bir hadis ham, bir voqea ham bor. Yahudiy
kampir qo'shnilariga doimiy yaxshilik qilganliklari. Man hozir misol tariqasida bir narsani aytmoqchiman. Endi esimga kelib qolgani uchun rozi bo'lasiz. Yaqinda bir tanishim aytib qoldi. Mana hozir turli davlat va hukumat tashabbusi doirasida o'zimizni millat vakillari, ya'ni o'zini sohasini yaxshi mukammal biladiganlar chet ellarga ishlash uchun yuborilyapti. Mana Germaniyada 6 tami 7 ta o'zbek oilasi mana jam bo'lib qolishibdi. Ya'ni ishlashga borishgan, oilasi bilan borgan va o'ziga xos kichkina bir mahallachi bo'libdi va ularni bir-biriga siz aytganingizdek o'sha holidan xabar olish, taom qilganda bir-biriga ulashishini ko'rib, hali qo'shni atrofdagi nemislar ham bularga qo'shilishibdi-da, qanaqa bir ajoyib munosabat bu deb. Ya'ni nimadir qilsa, yaxshi bir tansiqroq taom qilsa, bir-biriga ilingani, bir kosani qo'shimcha chiqargani, ularga manzur bo'lganda, bu qanaqa chiroyli bir odat. Va o'ylab qoldimda, haligi payg'ambarimiz ham bekorga mana shu dini, millatdan qat'iy nazar yaxshilik qilib, ya'ni sandagi yaxshilikni, sandagi adabni ko'rib, u ham bir ko'nglida iliqlik paydo bo'ladi degan bir targ'ib bor aslida. Mana shu mahallada bag'rikenglik borasida ham ozgina to'xtalib o'tsangiz. Bu borada hadis bor. Hadisdan kelib chiqib fiqhiy masala bor. Qo'shnilar 3 toifa bo'ladi deyiladi. Birinchisi g'ayriddin qo'shni, bitta haqqi bor uni. Qo'shnichilik qilish haqqi bor, insoniylik. Kasal bo'lsa chiqasiz, qarz so'rasa imkon bo'lsa berasiz. Birontasi o'lsa, masalan, ta'ziya izhor qilasiz. Ikkinchi qo'shni bor, musulmon qo'shni, qarindosh emas. Unda ikkita haq bor. Qo'shnichilik haqqi bor va diniy haq bor. Uchinchi qo'shni toifasi bor. Unda 3 ta haq bor. U ham musulmon, ham qo'shni, ham qarindosh. U bilan qo'shnichilik qilasiz, qarindoshchilik rishtasini qilasiz va musulmonchiligingizni qilasiz. Mana shu masaladan kelib chiqib, bizning qo'shnimiz qanday dinga e'tiqod qilishidan qat'iy nazar, inson o'laroq biz unga qo'limizdan kelgan yaxshilikni qilamiz. Shu uchun bugun Yevropada yashayotgan musulmonlar ham namuna bo'layotganligining sababi shu. Ba'zilar aytadiki, bu musulmonlar qonxo'r, kofir deydi, mushrik deydi, bir pasda urush janjal. Yo'q. Mana men o'zim masalan Amerika Qo'shma Shtatlarida bir necha marta xizmat safarida bo'ldim. Eshitamiz, ko'ramiz, o'sha bizning xalqimiz, o'zbeklarimiz o'sha davlatdagi fuqarolar bilan yashayotganda hatto choyxonalar tashkil qilishibdi. O'zbeklarimiz shu dam oladigan kunda chiqib osh qilib, ular chiqadi deydi, suhbat qiladi biz bilan deydi. Avvallari deydi, ular deydi hammasi uyda o'tkazgan, yo bir boqqa boshqa yerga borgan deydi. Ular shanba, yakshanba bo'lish kutadi deydi. Nima desa, o'zbeklar osh qiladi, hangoma qilib o'tiramiz. Misolda, bu bizning odatimiz-ku. To'g'ri. Inson o'laroq biz hurmat qilaveramiz, lekin agar bizga qo'l ko'tarsa, biz o'zimiz himoya qilamiz. Musulmonchilik shu. Bizning dinimiz qonxo'r din emas. Bizning dinimiz qilich din emas. Bizning dinimiz darro. Alloh taoloni payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi vasallam bir kuni Hazrati Aliga shu ketayotganlarida Hazrati Ali aytdilarki, biz yo'limizda kim g'ayridinni ko'rsak, ular bilan jang qilaveraylikmi dedilar. To'xtadilar. Birinchi ularni hidoyatga boshladilar. Islomni o'rgatdilar. Ha demadilar. Birinchi bizning dinimiz nimaligini o'rgatdilar. Shu uchun biz birinchi dinimizni taklif qilamiz. Ixtiyor qilsa qabul qilsin. Ixtiyor qilmasa biz majburlamaymiz. Chunki Alloh taolo la ikroha fid din, qad tabayyana rushdu minal g'ay. Dinga majburlab kiritish yo'q, chunki hamma narsa aniq. Xolasa islomni qabul qilsin, xolamasa uni hisob kitobi Allohga. Lekin nima bo'lgan taqdirda ham biz u ham inson-ku, Xudo yaratgan-ku. To'g'rimi? Hayvonga-ki e'tibor bor, insonga e'tibor berib bo'lmaydimi? Biz e'tibor qilaveramiz. Lekin bizga yuqorida aytgandek tajovuz qilsa, bizga ziyon keltirsa, u musulmon bo'ladimi, g'ayrimusulmon bo'ladimi, biz o'zimiz himoya qilamiz. Ana shu qadriyatlar, ana shu tushunchalar bugungi kunda bizning xalqimizni tinch, sokin, bag'rikeng yashashiga sabab bo'lyapti. Hatto o'sha bizning yurtimizda yashaydigan yahudiylar, otashparastlar kerak bo'lsa, butparastlar, nasroniylar o'z davlatiga ko'chib ketar ekan, yana biz yurtimizga kelib yashashlikni xohlaydi. Nega? Chunki bizda e'tibor berilmaydi u narsaga. Ur-janjal qilinmaydi. To'g'ri, shariat cheklagan masalalar bor, cheklanadi, lekin boshqa vaqtda xuddi musulmon bilan yashaganda yashaladi. Ular bizning to'y marosimimizga chiqadi. Biz agar imkonimiz bo'lsa, ularnikiga chiqamiz. Mana shu bizning millatdagi eng bir dunyoga namuna qilsa bo'ladigan bir odatlarimizdan bittasi hisoblanadi. Endi hozir xabaringiz bor, domla, 2026-yil mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yili deb e'lon qilindi davlatimiz rahbari tomonidan. Shu so'ramoqchi edim, bu tashabbusni masalan sizni fikringizcha
imkoniyatlari qanaqa, bu qanaqa bir yangiliklarni ochib beradi, qanaqa bir natijalarni kutsak bo'ladi. Nima uchun yana aytmoqchiman, qarang, mana alohida mahallani rivojlantirish deb urg'u berildi-da. Albatta biz yurtimizdagi go'zal an'analardan biri har yili bitta nom berilib, o'sha nom ostida juda katta xayriya ishlar qilinish. Mana bu yil siz aytgandek mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yili bo'ldi. Men hayotiy misol bilan aytaman. Bu nom berilmasdan oldin ham viloyatlarga biz xizmat safarlari bilan boramiz. Deyarli ko'chalarimizda asfalt bo'lmayotgani qolmayapti. Bor. Lekin aksar mahallalarga yo'llarni infratuzilma deymiz, rivojlanish bor. Alhamdulillah. Birgina misol, men Sirdaryo shahrida tug'ilganman. Akam alohida bir xonadonda yashaydi. Mana yaqinda bo'lgan voqea, shunaqa bir chiroyli qilib ko'chalarni asfalt qilib, stalbalar qo'yib, kechasi yorug'da yurish, har joyga o'sha o'rindiqlar qo'yib, odamlar ko'chaga chiqib, hatto maktabga boradigan o'quvchilarga alohida yo'lak, piyoda yuruvchilarga yoki velik minuvchilarga alohida yo'lak. Oldin qanaqa edi? Odam ham yuraverardi, mashina ham yuraverardi, umumiy edi. Hozirchi viloyatni chekka hududlariga, masalan, Qoraqalpog'istonga boramiz, Xorazmga boramiz, boshqa viloyatlarga boramiz. O'sha maktabga boradigan bolalar oldin loy kechib borardi. Lekin hozir o'sha alohida. To'g'ri, hali mukammal bo'ldi deb aytolmaymiz. Lekin shu mukammal bo'lishligi uchun, harakat uchun bu yil mahalla yili deb berdi. Mana o'zingiz ham xabaringiz bor, biz ham endi ko'p bu davlatni rahbarimizni gapirgan gaplariga qarab turamiz. Yaqindagi majlislardan birida Toshkent butun respublikaga namuna bo'ladi dedilar. Qaysi masalada? Ko'chalardagi ariqlar va latoklar borasida. Mana siz ham Toshkentda tug'ilgansiz. Viloyatlarda ham ariqlarda suv o'tardi. Ba'zilar o'sha ariqdan suv ichgan. To'g'rimi? Ya'ni tozalik jihatdan. Ba'zilarida o'sha maza qilish ma'nosida, ya'ni ekologiyani toza tutish ma'nosida. Hozirchi ariqlarimiz yopilib ketdi, latoklarimiz deyarli yo'qolib ketdi. Prezidentimiz aytayaptiki, qaytaramiz shuni. Mayli, suv tanqis bo'lgan bir asrda yashayapmiz, lekin Toshkent namuna bo'ladi. Ko'chalarimiz, ariqlarimiz chiroyli bo'lishi kerak degan gapni aytdilar. Ertaga xudo xolasa shu amalga oshib viloyatlarimizda ham bo'lib qolsa, mahallalarimiz obod bo'ladimi? Yana tabiatimiz ravshanlashadimi, rivojlanadimi? Albatta bu mavzu, bu bir atama bilan yilni atab ish qilishlik juda katta narsa bo'ladi. Yana meni bir umidim borki, rahbarimiz bir gaplar bor-ku, pastga tushib mahallalarga yuringlar. Endi mahallani rivojlantirish faqatgina bu yo'l qurish bilan emas. U ham bir o'ziga qaraladi. Lekin mahallada shunaqa oilalar borki, nogironligi bo'lgan oilalar bor. Hech e'tibordan qolib ketgan. Deylik, ularga aholidan xabar olinadi. Kerakli bo'lsa, ularga haligi bir kalaskalar berish kerakmi, davolatish kerakmi, yoki bo'lmasa shunaqa nogironligi bo'lgan shaxslar borki, qo'l oyog'i ishlamasligi mumkin, lekin u notiq bo'lishi mumkin, undan foydalanish bor. Ba'zilarning oyog'i ishlamaydi, qo'li ishlaydi, uyda o'tirib nimadir tikishi mumkin. O'ylaymanki, o'sha mahallaga kirar ekan shunaqa insonlarni ham holdan xabar olinib obod qilish bo'ladi. To'g'rimi? Yoki bo'lmasa, shunga o'xshash mahallalardagi muammoli masalalar, e'tibor berilmayotgan masalalar, o'ylaymanki, bu yilda e'tiborga olinib, qishloqlarimiz, ovullarimiz, shaharlarimiz obod bo'ladi degan yaxshi umiddamiz va inshaalloh shuni ko'rishni Allohdan so'raymiz. Ruxsat bersangiz, shu fikrlaringizni davom ettirsam, haqiqatdan mana shu mahallani rivojlantirish borasida qilinayotgan ishlarga, mana masalan, endilikda mana yaqin bu yillardan bor, har bitta mahallani o'zini byudjeti bor-da, pul ajratilyapti, to'g'rimi? Va ko'zingizni quvontiradigan yana bitta narsa borki, har bitta mahallada kichkina deylik, o'sha bolalar maydonchalari tashkil etilyapti, zamonaviy. Oldingiga o'xshab mana bolamni, ayniqsa ko'p qavatli uylar turadiganlar, qayerga borsam, qayerga aylantirsam borsam bo'ladi degan bir muammo turadi-da. Bolalar maydonchasi tashkil etilyapti. Uzoq emas, bir 10 yil oldin ham agar e'tibor bergan bo'lsangiz, mana shu poytaxtimizning o'zida ham setka bilan o'ralgan, o'sha chim yotqizilgan futbol maydonlari moda bo'lardi. Urfida hamma ishdan keyin borib shu yerda to'p tepardi, yo sport bilan shug'ullanardi va pulli bo'lardi ular. Kirish uchun navbat turilardi, pulli bo'lardi. Men hozir xursand bo'layotgan joyim bor, Yahyo domla. Qaysi mahallaga borsam, shunaqa maydonchani qurib mahallani o'ziga topshirishyapti-da. Bolalari, shu yoshlari sport bilan shug'ullansin. Sport maydonchalari qurilyapti, o'sha street fitness deydi-yu, ko'chada foydalansa bo'ladigan o'sha fitness anaqalarini qilib berishyapti. Bu ham o'sha mahallani rivojlantirib, u yerda sog'lom
yoshlar Turmush sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish borasida qilinayotgan ishlar. O'zi aytganingizdek, mahalla bor, unaqa tushuncha bo'lishi mumkin dunyoda, lekin bizdachilik unikal emas. Dinimiz haqida, shariatimiz haqida gaplashar ekanmiz, ziyorat haqida ko'p aytiladi-yu, shu mahalladoshlarni birinchi navbatda ziyorat qilish haqida ham qisqacha to'xtalib o'tsangiz, keyin yana bitta narsani so'ramoqchi edim. Bu ham o'zimizga xos bo'lgan bir odat bor. Ya'ni shu mahalladoshlar, shu yerda yashaydigan insonlarni umumlashib biror bir jamoat ishlariga targ'ib qilish, birgalashib bir yumushlarni bajarish haqida ham. Hashar, oddiy til bilan hashar. Albatta bu ko'p takrorlasak hech qachon bu ziyon bo'lmaydi. Biz yurtimizga xos bo'lgan ishlardan bittasi hashar uyushtirish. Bugun ba'zida eshitib qolib xafa ham bo'lamiz. Avvallari mana siz ham ko'rgansiz buni Sherzodxon aka ham, Qudratxo'ja ko'p shuni internetlarda targ'ib qilyaptilar. Chunki bu bizning milliyligimizda. Mahallada biror bir inson uy qurayotgan bo'lsa, oldin lombozlar bo'lgan. Shu mahalladan ortmagan, to'g'ri. Yo bolani sinfdoshlari kelgan, yo o'sha uy xonadonning o'rtoqlari kelgan, bir qo'shnisi taom pishirgan, erkaklar kelib lomboz qilishgan. To'g'rimi? Bu nima degani? Insoniylik. Yoki to'ylarimiz. 2 kun oldin sovuz to'g'rar degan bir marosimlar bo'lardi, chunki uylarimizda oshlar bo'lardi, uni o'rash bo'lsin, yer kovlash bo'lsin, choy damlatish bo'lsin. Bu o'sha yoshlarimizni, masalan, otalarimiz borasanlar, xizmat qilasanlardirdi. Mahallamizga qarindosh bo'lmasligi mumkin. Bu qayerda yashasa ham o'sha odam o'zgalarga mehr oqibat ko'rsataveradi. Bugun shu narsani biroz odamlardan uzoqlashayotganini ko'ryapmizda. Bu xavf bu. Nimaga? Ertaga biz hozir Yevropani misol keltiraveramiz. Mehr oqibatda ota-onaga, qo'ni-qo'shniga sal ularda shunaqa holat borda deymiz. Nima uchun? Bizga erish tuyuladi. Lekin agar mana shu an'anani qadriyatda davom ettirmasak, ertaga biz ham o'sha g'arbdagiga o'xshab oddiylashib qoladi qo'ni-qo'shni masalasi. Xudo ko'rsatmasin, agar mahallada biror bir kishining uyi yonsa, o'sha mahalladan ortmagan. O'sha mahallaning saxovatlilari, boylari, ayniqsa yoshi ulug' insonlar bosh bo'lib turib, qani ho'y, olib chiqlaring. Sen uni ol, sen buni ol, sen buni ol qilib uy qurib berishlar bo'lgan. Uyat bo'ladi degan, boshqa mahallalardan so'ramaylik, boshqa mahallaga chiqmaylik. Ha bu mahallada odam yo'qmikin demasin degan, or hisoblangan. Shu an'anani ham davom ettirish. Bu bor, lekin ba'zida endi biz imomchilik qilganimiz uchun buni hayotda ko'rganligimiz uchun aytamizda, biz ham shu savolni berib qolamizda, mahallasi qanaqa ekan, ular inoqmasmikan? Hatto shu 3-4 ta xonadon turgani ham uyi yonib ketgan insondan xabar olmasligi yoki qish kunlarida mana asosan yong'in ko'proq shu kunlarda bo'ladi. Shuning uchun bu dinimizda aytiladiki, kim og'irini yengil qilsang, Alloh taolo seni bu dunyo oxiratingni yengil qiladi deydi. Shuning uchun biz qo'shnimiz bilsin, mahalladagilar bilsin deb qilmaymiz, Xudo uchun qilamiz. Bizni boshimizga tushmasin. Mabodo tushib qolsa Xudo yordam beradi. Mana shu musulmonning e'tiqodi bo'ladi. Ikkinchidan ziyorat masalasi. Mana biz bolaligimizda bobolarimiz, buvilarimiz yoki otamiz qo'limizdan yetaklab, palonchi amaking mazasi bo'lmay qopti. Yoki palonchi xolang mazasi bo'lmay qopti degan gap bilan darrov novvoyxonadan 2 tami 4 ta non, uni yoniga yana nimadir qo'shilib billa olib borilardi. Shu 4 ta non tushunchasini o'zi ham mahalladami? Albatta. U qarindosh emas bizga, faqat mahalladosh. Borlardi, Allohdan shifo so'ralardi, ko'p o'tirilmasdi, duo qiling deylardi, chiqib ketilardi. Mana hozir bizda shu narsa bor. Ya'ni mahallamizda birov kasal bo'lsa, harakat qilamiz bir ko'ngil so'rashga. To'g'ri, endi hozir juda ham yengil varianti chiqib ketdi, telefon. U vaqt telefonlar bo'lmagan, bo'lsa ham endi u nodir hozir Telegram orqali ham yaxshimisiz deb ovoz tashlab qo'yapmiz. Maylida har holda. Lekin o'sha narsa bizning xalqimizda bo'lgan. Yoki bo'lmasa bir inson safarga chiqib kelsa ham ziyorat qilib kelingan. Yaxshi keldingizmi, yaxshi borib keldingizmi deyilgan. U bir haligi qo'pol qilib aytganda qamoqdan kelgani yo'q u. Safardan keldi, safarda dam olib kelgandir. Lekin shunda ham e'tibor bo'lgan. Chiqib, yaxshi keldingizmi, qiynalmadingizmi, nima yangiliklar degan. Yoki to'y bo'lsa ham bir hafta oldin chiqib bizga nima xizmat, nimasini biz yordam qilaylik degan narsa bu bizning xalqimizda. Buni hammasini tagida yuqorida aytgandek, Alloh taolaning oyati, payg'ambar alayhisalomning hadislari yotibdiki, sizlar Xudo uchun yaxshilik qilib bir insonning og'irini yengil qilsanglar yoki bir insonni xursand qilsanglar, Alloh taolo sizlarni ikki dunyoda xursand qiladi. Ana shu maqsad bilan biz yashaymiz. Hozir gaplaringizni eshitib turib, bir narsa esimga tushib ketdi. Yoshligimizda shu mahallada zovurlar bo'lardi atrofimizda. Zovurlardan o'tish uchun ko'priklar qurilardi. Shu ko'priklarga nomi bo'lardi hamma ko'prikni.
palonchi akani ko'priga, pismadonchi akani ko'priga. Endi yosh ekanman, nimaga u odamni ko'priga keyin tushundimki, shu odam endi qurgan. To'g'ri, u ko'prikdan har kuni u odam foydalanmasligi mumkin, har kuni o'tmasligi mumkin, lekin hali yaxshidan nom qoladi deyiladi-ku. U odam o'tib ketgan bo'lsa ham shu odamning nomi bilan aytilgan ko'prik. O'zi ko'rsangiz, hali 2 kishi sig'adigan, lekin qulay ko'prik. Aytmoqchimanki, shu mahalladoshlarga qulaylik yaratish maqsadida oldin yaxshiliklar ko'p qilingan. Mana shu yaxshiliklarni targ'ibi deb qabul qilsak bo'ladi. Bugungi kunda shu mahallaga alohida qaratilayotgan e'tibori. Suhbatimiz manfaatli bo'ldi deb o'ylayman va an'anani davom ettirsak, ruxsat bersangiz, vaqtimiz juda ham kam qolyapti. Savollar keladi bizga. Mana shu savollarni imkon qadar ulgurganimizcha javoblarini taqdim etsak. Bismillah. Domla, assalomu alaykum. Ramazon ro'zasining qazosini ketma-ket tutish kerakmi yoki vaqt o'tib bo'lib tutsa ham bo'ladimi? Bu ham endi berilgan savollardan, lekin. Xo'p, bismillahirrohmanirrohim. Ramazon ro'zasini qazosini ketma-ket tutish shart emas. Orasini ochib tutishligi mumkin. Ketma-ket tutsa ham ixtiyori, lekin shart emas. Assalomu alaykum domla. Ko'chmas mulkdan zakot berish masalasi qanday? Agar ko'chmas mulkni tijorat maqsadida olgan bo'lsa, deylik bir do'kon oldi, bir uy oldi, bir yer oldi, maqsad sotish. O'shani bugungi kundagi miqdorini, ya'ni summasini taxminiy chiqazilib 40 dan 1 zakotga beriladi. Ikkinchi bir ko'chmas mulk bor, bu bolasi uchun olish. O'g'limga ertaga chiqaraman shuni yoki bir nabiramga deb olgan bo'lsa, tijorat maqsadida emas. Undan zakot berilmaydi. Olingan mulk tijorat maqsadda bo'lsa, har qanday mulkdan tijorat maqsadi bo'lgani uchun zakot chiqaziladi. Deylik do'kon oldi, shaxsiy qilib oldida, uni ishlatib foydalanmoqchi. Undan zakot bermaydi. Undan kelayotgan manfaatdan beradi. Deylik bittasi do'konni birovga arendaga berdi, ijaraga berdi. Ijaradagi kelgan puldan beradi, do'konni pulidan emas. Lekin o'sha do'konni sotish maqsadida olgan bo'lsa-chi, ishlatmayman, birovga sotaman desa, o'sha do'konni narxlatib, o'shandan 40 dan 1ni zakotga chiqaradi. Xo'p, Bahromdan kelgan savol. Assalomu alaykum domla. Zamonaviy texnologiyalar va ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishda islomiy nuqtai nazar qanday bo'ladi debdilar. Bugungi kunda har qanday diniy ulamo ijtimoiy tarmoqsiz yashay olmaydi desak bo'ladi. Nimaga? Yo nimadir manfaat oladi, yo nimadir qo'yadi. Bizning dinimiz bu ijtimoiy tarmoqdan foydalanishlikda had qo'yadi, chegara qo'yadi. Nima deydi? Foydali narsa ol va foydali narsa qo'y. Zarar narsadan uzoq bo'l. Vaqtingni behuda o'tkazma. Umring ibodatingga to'sqinlik qilmasin. Foydalansin. Maqola o'qiydi, ma'rifat o'rganadi. Hatto kino ko'rish mumkinmi? Kino ham insonga foyda keltiradigan kino bo'lishi kerak. Faqatgina haligi urush, janjal, qon to'kkan unaqa narsa emas. Agar biz chegaralab qo'ysa, u ham bo'lmay qoladi. Kecha bir inson kelib, yig'lab kelib qoldi. Qora aka dedi, menga shu bir odam topib bersangiz, ehson qilsam mahallada dedi. Tinchlikmi desam, kecha bir videorolik ko'rdim. Do'konchi deyatibdi, narsa sotayotganda mahalladan bir kishi kirdi qizi bilan. Ozgina puli bor ekan, non oldi. Keyin hali qizchasi yana u bir narsani olib bering dedi. Pulim yo'q dedi. Bilib turibman, puli yo'q. Keyin do'konchi haligiga har xil narsalardan olib, "Men bu narsalarni oling" dedi, do'dirab qoldi. Keyin qizingizga bildirmang, oling dedi. Haligi narsalarni oldi. Chiqib ketayotganda ikkinchi do'konda "Ro'y aka, to'xtab turing, qaytimini olmadingiz-ku" dedi. U pul berdi. Vaholanki hali unga pul bergani yo'q edi dedi. Shu qizcha bilmasin-u, haligi ikkita do'konchi xuddi otasi puliga narsa olganday bo'lsin degan ma'noda qancha oziq-ovqatni berdi, ikkinchisi esa qaytimini oling dedi. Do'kondor haligi mahalladoshiga yordam qildi. Men nimaga qilmasligim kerak? Menda ham imkoniyat bor-ku deb chiqdim. Siz shu mahallada yashaysiz, shu yerda bir yetim bolalarmi yoki nogironi bo'lgan shaxslarmi, qo'li kalta bo'lgan insonlar bo'lsa, menga dalolat qiling, men ham qilaman. Mana qarang, bitta video rolikni ko'rdi, ehson qilyapsiz. Targ'ibda. Qayerdan oldi uni? Ijtimoiy tarmoqdan oldi. Shuning uchun bizning dinimizda ijtimoiy tarmoqdan mutlaq foydalanmaysan degan joyi yo'q. Foydalan, foydali narsadan foydalan. Zararini tasha deydi. Shuning uchun biz aytamiz yoshlarga, foydalaning, foydasidan foydalaning. Zarar bo'lsa tashlang. Daftar hoshiyasidagi bitiklar O'tkir Hoshiyev kitobda pichoq ustani qo'lida masalan mehnat quroli, qotillar qo'lida jinoyat. Xo'p, keyingi savol. Bu ham juda bir hali ko'pchilikni masalan o'zingizga ham yuzlangan bo'lsa kerak bu savol bilan. Ramazonda namoz o'qimay faqat ro'za tutadiganlarning ro'zasi qabul bo'lmaydimi domla? Xo'p, bu masalada biroz kengroq fikrlash kerak.
Alloh taolo mo'minga 5 ta islomda 5 ta shartni qo'ygan. Iymon, namoz, ro'za, zakot, haj. Va Alloh Qur'onda aytadiki: "Faman ya'mal mithqala zarratin khayran yara va man ya'mal mithqala zarratin sharran yara." Zarracha yaxshilik qilsang mukofotlayman, yomonlikka jazolayman deydi. Lekin bir inson tasavvur qiling, Ramazongacha namoz o'qimasdi-da, Ramazondan ro'za tutgisi kelib qoldi. Shu insonga biz aytmaymizki, sen namoz o'qimaysan yo o'qimayapsanmi, ro'zangni ochib yuboraver deyamiz. Ro'za alohida amal u. To'g'rimi? Namoz alohida farz. Namoz o'qimayotgan odam xato qilayotgan bo'ladi. O'qisin. Lekin namoz o'qimagan odam ro'za tutsa, ro'zang qabul bo'lmaydi degan gap yo'q. Masalan, bir inson namoz o'qimaydi, zakot beryapti. Sen zakoting qabul emas deya olmaymiz. Seni ihsoning qabul emas deya olmaymiz. U zakot bergan uchun savob olaveradi u. Ya'ni biz oqlamaymiz. Ya'ni olqishlamaymiz. Lekin shu bilan bir qatorda ro'za tutishni boshlagan insonga haqqiga duo qilamiz, aytamiz, namozni ham qo'shing deymiz. Ro'zani tutaversinlar. Boshqa ibodat baribir deyapsiz. Albatta. Bir inson haj qilyapti. Zakot bermaydigan bir inson haj qilyapti. Sen zakoting bermagansan, hajing qabul bo'lmaydi deya olmaymiz-da. Zakot bermagan bo'lsa gunohkor bo'lgan bo'ladi. Lekin haj qilayotgan bo'lsa, haji qabul bo'laveradi. Xo'p, ayollarimizdan kelgan savol. Domla, assalomu alaykum. Ayollar taroveh namozini o'qishadimi va o'qisa qanday o'qiydilar? Albatta, fazilat. Uyda o'qishadi ular. Jamoat bo'lmaydi. Yolg'iz o'qishadi. 2 rakat, 20 rakat namoz o'qishadi. Uyda. Erkaklar jamoat bo'lib masjidga erkaklar chiqqan masjidga chiqib o'qiydi. Deylik, ba'zi erkaklar ham xasta, bemor bo'lib o'qolmasligi mumkin, masjidga borib. Uyda o'qiydi. Masalan, deylik, yoshi keksa bir otaxon masjidga chiqa olmaydilar, oyog'i og'riydi yo kasal, sovuq, issiq, uyda o'qiydigan. Ayollari o'qimoqchi. Erlari imomlikka o'tib, ayollari iqtido qilib taroveh o'qisalar bo'ladi. Bo'ladi. Lekin uyda erkak kishi yo'q, imomlik o'taydigan, hamma ketgan, ayollari o'zi qoldi, kelinlar, masalan, qaynonalar, qizlar o'zlari yolg'iz holatda, bularda birovga ayollar imomlikka o'tishga haqqi yo'q. Hamma o'zi joyida 2 rakatdan qilib 20 rakat imkon qadar taroveh namozini o'qishlari mumkin. Bizda bitta savol bor edi, hozir javob berib ketdingiz. Taroveh namozini uyda o'qisa ham bo'ladimi deb so'ragan ekanlar. Faqat o'sha taroveh namozini ayollar uyda o'qiydi. Erkaklar masjidga boradi. Qachon erkaklar uyda o'qiydi? Qachonki masjidga chiqishligi uzr bo'lsa. Sabablar bor-ku. Deylik, masalan, oyog'i og'rib qoldi, birdaniga kasal bo'lib qoldi, masjid uzoq, havo haddan sovuq yoki haddan issiq. Shunaqa vaqtda zarur bu uzr bo'lib bora olmasa, uyda bo'lsa ham erkaklar ham o'qiydi. Bitta savol, shuni ham bersam, keyin ko'rsatuvimiz poyoniga yetar ekan. Xorijda yashaydigan inson iftorlik xarajatini pul ko'rinishida odamlarga ulashsa bo'ladimi? Bo'ladi. Yerto'lada yashayotgan inson bersa ham iftori o'taveradi, osmondagi inson uchib ketayotgan ham bor. Bizda shariatda Yevropada qilingan ihson ham qabul, Osiyoda qilingani ham qabul. Men yuqorida mahallada aytdim-ku, chet elda yashayotganlar o'zimiz yurtimizda bo'lsin deydi. Shuning uchun mabodo chet elda yashayotgan bizning vatandoshlarimiz, yurtdoshlarimiz iftorlikni O'zbekistonda qilmoqchi bo'lsalar, bir vakil tayinlaydilar. Jigarlarini, aka-ukalarini, qo'shnilarini pul o'tkazadilar va ularning nomidan faqir miskinlarga yoki o'sha haqdor bo'lgan insonlarga yoki mahalladoshlarga iftor qilib bersa, xuddi o'zi yashayotgan joyda qilingan bilan bir xil savob olaveradi. Uni aynan inson qayerda yashasa o'sha yerda qilsin degan joy yo'q. Masalan, qurbonlikda men safarda bo'lib qoldim. Bu yerda akamga, ukamga aytib, "Men nomimdan qurbonlik qilinglar" desam, o'taveradi u. Men aynan o'sha yashayotgan joyimda bo'lish shart emas. Muhimi qilinish. Rahmat domla, Alloh ilmingizni, umringizni ziyoda qilsin. Qilayotgan xizmatlaringizni o'zi mukofotini bersin. Ko'rsatuvimizga tashrif buyurganingiz uchun minnatdorchilik bildiramiz. Nasib bo'lsa, Allohim yozgan bo'lsa, Ramazon oyida yana siz bilan suhbatni amalga oshiramiz degan umiddamiz. Biz uchun ajratgan vaqtingizga, ketkazgan vaqtingizga rozi bo'lasiz. Salomat bo'ling. Azizlar, muborak oy suhbatlari ko'rsatuvining bu galgi aziz mehmoni Toshkentdagi Imom at-Termiziy jome masjidining bosh imom xatibi Yahyo domla Abdurahmonov bo'ldilar. Sizga esa yana bir bor e'tibor uchun minnatdorchilik bildiramiz. Muborak oy bu Telegram kanali ishlab turibdi va aynan mana shu manzillarni sizga hozir rejissyorlarimiz taqdim etishyapti. Savollaringizni mana shu bot orqali bizga yuborishingiz mumkin. Biz o'z navbatida ularni ahli ilmlarimiz, domlalarimizga yetkazamiz va ko'rsatuv davomida ularga birgalikda javob izlaymiz. Bizni kuzatishda davom eting. Alloh qilayotgan ibodatlarimiz, tutayotgan ro'zalarimizni dargohida qabul aylasin. Xayr, salomat bo'ling. Din ishlari bo'yicha qo'mita, O'zbekiston musulmonlar idorasi hamda UzReport TV taqdim etadi. Ezgulik, yaxshilik,
xayr, saxovat va ibodat oyi Ramazon. Bu oy barcha musulmonlar uchun ma'naviy poklanish va asrlar davomida shakllangan qadriyatlarimizga intilish oyidir. Xush kelding, oylarning sultoni. Ramazonning duolar mustajob bo'ladigan saharlik va iftorlik onlarida muborak oy suhbatlari ko'rsatuvi. Har kuni ma'rifiy suhbatlar va ilmiy savol-javoblardan bahra oling.